Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum uzoq yaqindagi do'stlar, qadrdonlar. O'sha mavjud qo'limdagi ro'yxat bo'yicha O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan inson huquqlari faollari, siyosatchilar, muxolifatchilarni bir eslashda davom etamiz. A harfida boshlangan, aytib o'tgandim, alifbo bo'yicha boramiz deb. A harfida familiyalari boshlanganlar ro'yxatini tugatdik. Endi B harfiga o'tdik. Bu ro'yxatda birinchi bo'lib Bekjonov Muhammad turibdi. Bekjonov Muhammad sobiq siyosiy mahkum. Nafaqat siyosiy mahkum, u qiynoqlar qurboni ham. Muhammad Bekjonni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblab, terrorchilikda bir oddiy qilib aytganimda ayblanib uzoq muddatga qamalgan. Lekin asosiy jazo muddati tugagandan keyin ham unga yanglishmasam 2 marotaba ichki tartibni buzganlikda ayblab, unga yana 5 yil va 4 yil muddatlar qo'shib berilgan. Muhammad Bekjon qamoqxonada juda qattiq qiynoqlarga tutilgan. U paytdagi sistema shunday ediki, qilmagan ishini bo'yniga qo'yish uchun, qilmagan jinoyatini qildim deb tan oldirish uchun juda qattiq qiynoqlarga tutilardi. Ayniqsa siyosiy mahbuslar xuddi mana shunday qiynoqlarga Muhammad ham tutilgan. O'sha davrlarda bir juda yomon xabar oldik. Muhammadni qamoqxonada zonada oyog'i qiynoqlarga solinib oyog'i sindirilgani haqida, keyin quloqlariga urib uni quloq pardalari yirtilgani haqida xabarlar oldik. Muhammad Bekjon o'sha yerda 20 yildan ortiq o'tirdi. 20 yildan ortiq mana shu yillar davomida juda ko'p qiynoqlarga uchradi. Hozirda Muhammaddan keyingi kelayotgan Bekjonov Rashid, bu ham siyosiy mahkum. 12 yil to'qima ayblar bilan ozodlikdan mahrum bo'ldi, tutqunda bo'ldi. 16 fevraldagi O'zbekistondagi Toshkentdagi portlashlarda ayblanib, ana shunday qiynoqlar orqali uni ham bo'yniga qo'yib, mana shunday katta bir muddatga qamoqqa tiqildi. Undan keyingi keladigan familiya Bekjonov Komil. Bekjonov Komil ham aynan uydirma bir ayblovlar bilan ancha muddat, bu ro'yxatda aniq ko'rsatilmagan ancha muddat jazoni o'tash joylarida bo'ldi, qamoqxonalarda o'tirdi. Hozirda ozodlikda. Undan keyin Bekjonov Jumanazar kelyapti. Jumanazar ham xuddi shunday ro'yxatda ko'rsatilmagan qancha muddat o'tirgani, lekin u ham aynan mana shunday uydirma, to'qima bir ayblovlar bilan qamoqqa tiqilgan. Unga ham juda katta bir muddat jazo belgilangan. Bularning hammasini yuqorida aytib o'tgan Muhammad Bekjon, Komil Bekjon, Jumanazar Bekjon hammalarini bitta jinoyatlari bitta. Ular hammalari bir xil jinoyat sodir etishgan. U ham bo'lsa ularning jinoyati Muhammad Solihning, mashhur muxolifatchi, shoir Muhammad Solihning ukalari ekani. Ular uning ukasi bo'lgani uchungina mana shunday qattiq, mana shunday qaqshatqich bir qiynoqlarga solingan va shunday katta bir muddatlarga qamoqxonalarda ozodlikdan mahrum bo'lib o'tirishgan. Ro'yxatimizda keyingi kelayotgan inson Bahodirxon Turkiston. Bahodirxon Turkiston avvallari Bahodir Choriyev 18-yilda 2018-yilda Amerika vatandoshligini
qabul qilgandan so'ng Bahodirxon Turkiston uning ismi sharifi. Bahodir asli juda katta O'zbekistonda ekanligida juda katta bir tadbirkor bo'lgan. Kesh agrosanoati rahbari bo'lgan. Juda katta bir shunday agrosanoatni boshqarib turgan, halol mehnat qilib, qancha odamlarni ish bilan ta'minlab turgan haqiqiy bir tadbirkorning qamalishiga sabab u pora berishni istamagan. Pora olishni istaganlar ozodlikda qolib, pora berishni istamagan Bahodir qamalgan. Qamoqda paytida uni aksiyadorlik jamiyatidagi bironta aksionerni chaqirmasdan yig'inlar o'tkazib, aksiyadorlik jamiyatini butunlay Bahodirdan tortib olingan va boshqa odamlarga o'tkazib berilgan. Porani so'ragan esa o'sha davrdagi viloyat, Qashqadaryo viloyati hokimi Bahodirga nisbatan qasdlashib, unga nisbatan har xil bir nimalar uyushtirib, oxir oqibatda mana shu agrosanoatni tortib olishgan. Shundan so'ng Bahodir O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Hozirda siyosiy qochqin maqomida. Amerikada turib Bahodir O'zbekistonda Birdamlik xalq harakatini tuzdi. Birdamlik xalq harakati keyinchalik Birdamlik partiyasiga aylantirildi. Birdamlik partiyasi, o'sha Birdamlik harakati bu yerda juda ko'p tadbirlar o'tkazdi. Juda katta, juda ko'p tadbirlar o'tkazdi va uning a'zolari juda ko'pchiligi ana shunday bir tazyiqlarga uchrashdi. Eng so'nggi marta Chimkentda, Qozog'istonda syezd o'tkazilmoqchi bo'lganda, partiyani syezdi. Unda Bahodir Qozog'istonga kirgizilmadi. Bu yerdan borgan faollar esa chegaradan o'tkazilmadi. Chegaradan o'tganlar esa Qozog'istonda, Chimkent shahrida Qozog'istonning kuch ishlatar tizimlari tarafidan suratlarga olib, axborotlarda O'zbekistondan kelgan terrorchilar deb ko'rsatib, ularning hammasini ekstraditsiya qilindi Qozog'istondan. O'sha kuni tunda chiqazib yuborildi. Shu yerda Bahodirxonni otasi haqida, Hasan Choriyev haqida ham bir og'iz eslatib o'tmoqchi edim. Hasan Choriyev Bahodirning otasi. Uning ham aybi shu Bahodirning otasi bo'lgani bo'lsa kerak, juda xunuk bir ayblovlar bilan qamaldi. Qamoq muddatidan keyin, uyga kelgandan keyin taxminan bir 2 oylarga yetmasdan vafot etdi. U qamoqxonadan juda og'ir bir kasal bilan, juda og'ir ahvolda olib kelishdi uyiga va u yerda vafot etdi. Hasan Choriyevni ayblovi bir yoshgina qizga tajovuz qilgani deb qo'yildi ayblov. Lekin o'sha davrda huquq bolalardan Yelena Urlayeva, Malohat Eshonqulova mana shu videolarga chiqib, shunday bo'ldi deb voqealarni juda gapirgan qizni, juda yosh qizni uzoq qidirishdi. Uyini topib borishdi, manzilini bilib. Lekin u qiz bilan uchrashish na Malohatga, na Yelenaga nasib qilgani yo'q menimcha. Agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa, zotan u qiz shu voqealarni uyushtirgan, shu qizni vokzalga olib kelib, yig'latib, suratga tushirib, shu narsalarni hammasida boshida turgan organlar tomonidan butunlay boshqa joyga olib borib yashirib qo'yilgani keyinchalik ma'lum bo'ldi. Xo'sh. Keyingi ro'yxatimizda keyingi bo'lib Bobojonov Rajabboy aka kelyaptilar. Bobojonov Rajabboy jurnalist, erk faoli bo'lganlar Xorazmda. Xorazmda erkning eng faol a'zolaridan biri bo'lganlar. U kishini ham boshiga o'sha davrda sistema tizim anchagina bir tashvishlar soldi. Ulardan keyin Bobojonov Qudrat kelyapti.
Bobojonov Qudrat ham siyosiy qochqinlik maqomi olishga majbur bo'lgan. Bobojonov Shuhrat, Bobojonov Ergash huquq faoli, bu ham sobiq Bobojonov Ergash ham sobiq siyosiy mahkum. Boymatov Abdujalil huquq faoli, huquq himoyachilari orasida eng faollardan biri Abdujalil. U ham shunday bir tazyiqlarga uchrab, nohaqliklarga uchrab O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Agar Abdujalil bizni eshitayotgan bo'lsa, Abdujalilga salomlar yo'llayman. Sog' salomat bo'ling Abdujalil. Berdiyev Xurram keyingi ro'yxatimizda keyingi bo'lib Berdiyev Xurram turibdi. Sobiq siyosiy mahkum, Erk partiyasini juda faollardan biri edi. Yaqindagina, yanglishmasam, bir 10 kunlar oldin Faxriddin Tillayev Xurram Berdiyevni vafot etgani haqida bir xabar bilan chiqdi. Alloh rahmatiga olsin. Xurram juda bir ajoyib inson edi. Xurramni ancha yillar qidiruvga berishdi. U erk faoli bo'lgani uchun, siyosiy faoliyati uchun. Xurram bu yerdagi qatag'onlardan omonlikda yurgandi Qozog'istonda. Lekin bizni kuch ishlatar tizimlarimizni qo'li o'sha yerga ham yetib bordi. Mutlaqo hech qanday bir o'zini tasdig'ini topmagan, hech bir isboti, dalili yo'q ayblovlar bilan Xurram Berdiyev qamaldi. Qamoq muddati tugagandan keyin ozodlikka chiqdi. Ming afsuski, ozodlikda uzoq umr ko'rolmadi. Xurramni Alloh rahmatiga olsin. Mana shu ko'rsatuvlardan keyin izohlaringizni doim diqqat bilan o'qib boraman. Savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Men o'tkazib yuborganman. Bilmay qolgan narsalarni yozib yuborishingizni doim iltimos qilaman. Shu bir yozibdilar, hozir ism familiyalarini unutdim. Bir kishi yozibdilar. Boshqa keyingi davrda qamalganlar, nohaq qamalganlar haqida ham mana shunday ko'rsatuv qilishimni so'rashibdi. Ularni ham eslashimizni so'rashibdi. Biz albatta ularni hech qachon unutmaymiz. Bu ro'yxatda ular hozircha yo'q, chunki bu eski ro'yxat. Ularni alohida ro'yxat qilib, ular haqida ham albatta ko'rsatuvlar qilamiz. Shu bugungi nimamizda yana Galima Buxarbayeva bor. Galima Buxarbayeva jurnalist. Ko'pchilik yaxshi biladi. Urush va tinchlik bu yerda Toshkentda uzoq vaqtlar urush va tinchlik tashkilotida faoliyat olib borgan. Andijon voqealarini yoritgan qizlarimizdan biri Galima Buxarbayeva. U ham O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan, chunki o'sha Andijon voqealaridan keyin uni yoritgani uchun unga nisbatan ham anchagina tazyiqlar bo'lgan. Uning opasi Bagila Buxarbayeva ham jurnalist. U ham o'sha haqiqatni yozuvchi jurnalist qizlardan. U ham siyosiy qochqinlik maqomini olib O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Buguncha sizga o'qib bermoqchi bo'lgan, eslamoqchi bo'lgan faollarimiz mana shulardan iborat. Yana iltimos qilaman, mana juda to'liq yuboribdilar. Keyingi yillarda qamalgan blogerlar, jurnalistlar, huquq faollari haqida mana shularni ham eslab o'ting deb birma-bir familiya bilan jo'natibdilar. Bir ko'rsatuvlarimizni ko'rib borgan inson, boshqalar ham kimni unutgan bo'lsak, kimni bu ro'yxatda o'qib eshittirilganlardan tashqari kimlar qolgan bo'lsa, ularni ham albatta yozib yuboring. Biz har hafta harakat qilamiz mana shunday bir ko'rsatuvlarni sizni e'tiboringizga havola qilish uchun. Rahmat, sog' bo'ling.